Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, biz yo'l harakatini boshqarishga kirish fanidan 3-mavzumuzni boshladik. Yo'l harakatini boshqarishning asosiy tamoyillari. Demak, biz yo'l harakatini boshqarishning asosiy tamoyillari. O'zi tamoyil deganda yondashuv desa ham bo'ladi. Qanaqa usullar, qanaqa yondashuvlari bor ekan ko'ramiz. Hop, rejalar bo'yicha demak, quyidagicha 6 ta rejamiz bor. E, Birinchidan reja demak, yo'l harakatini boshqarish tamoyillari. Bu nima? Yo'l harakatini boshqarish tamoyillari bu yo'l harakati jarayonini tashkil etish va samarali boshqarishda asos bo'ladigan qonunlar va amaliyotdagi tayangan umumiy qoidalar majmui hisoblanadi. Ular transport tizimini xavfsiz, barqaror va qulay ishlashini ta'minlash uchun qo'llanadi. Ya'niki aytayotgan narsa, yo'l harakati jarayonini tashkil etish uchun ishlatiladigan eh, strategiyalar, qonunlar, amaliyotga tayangan umumiy qoidalar majmui mana shu demak tamoyil hisoblanadi yondashuvimiz bizni. Ho'p, asosiy tamoyillar quyidagilardan iborat. Demak, bu yerda aslida bundan ham ko'proq davom etkazish mumkin bu ro'yxatni. Lekin bu yerda 8tasini sanab o'tamiz. Xavfsizlik tamoyili. Demak, bunda avariya xavfini kamaytirish uchun texnik, tashkiliy va huquqiy choralar qo'llaniladi. Ikkinchisi uzluksizlik va barqarorlik tamoyili. Uchinchisi tezkorlik va samaradorlik tamoyili. To'rtinchisi uyg'unlik va integratsiya tamoyili. Ya'ni shu yerga tushunmasligingiz mumkin. Bu bir-biri bilan bog'langanlik demoqchi. Ya'ni manziliga yetib borish uchun yo'lovchilar jamoat transportida bo'ladigan bo'lsa, yengil mashinada bo'ladigan bo'lsa, ular ham o'z manzillariga yetib borish uchun chorrahadan tushunmovchiliklarsiz yetib borish uchun qulay tashkil qilinishi shu tushuntirib berilyapti bu yerda. Uyg'unlik va integratsiya bir-biriga bog'langan xullas. Beshinchisi axborot ochiqligi tamoyili, ya'ni haydovchilar ham, yo'lovchilar ham, piyodalar ham kerakli mobil ilovalar yokida tegishli veb-sayt orqali barcha transport vositalarining qatnov vaqti, yo'llarning yopilish vaqtlari, shular haqida ma'lumotlar ola oladigan bo'lishi kerak. Bu ham bitta tamoyil. Va oltinchisi qonuniylik tamoyili deganda barcha boshqaruv qarorlari amaldagi qonunlar va me'yorlar hujjatlar asosida amalga oshirilishi, ya'ni qonun ustuvor bo'lishi ko'zda tutilgan bu tamoyilda. Yettinchisi moslashuvchanlik tamoyili, sakkizinchisi iqtisodiy samaradorlik tamoyili. Aynan sakkizinchi iqtisodiy samaradorlik tamoyiliga to'xtalmoqchiman. Bu yo'l harakatini boshqarish choralarining xarajat samaradorlik nisbatini hisobga olish. Ya'ni bunda ko'proq bundan oldingi ma'ruzalarimda aytganimdek, $1 kiritilgan investitsiya 8 karra bo'lib qaytib keladi yo'l harakatini tashkil qilishda, yo'l harakati xavfsizligini oshirishda kiritilgan investitsiya deb aytgandim. Xuddi shu tomonlarini ko'zlab, tegishli joylarida demak ko'proq e'tibor qaratib, xavfsizlikni tashkil etish, yo'l harakatini boshqarishga e'tibor qaratadi bu tamoyilda. Ho'p, yo'l harakati oqimini boshqarish tamoyillarini qo'llashga birinchi navbatda transport tezligi, oqim va zichligi ta'sir qiladi. Avval ham aytgandim, biz boshqarmoqchi bo'lgan yo'lda va tamoyillarimizni qo'llash, yuqorida aytib o'tgan uslublarni qo'llashimiz uchun harakatlanayotgan harakat ishtirokchilarining tezligi, oqimi, zichligi kerak ekan bizga. Oqimni yo'nalishni boshqarish yoki to'siq bilan yo'naltirishda qaror qabul qilishni talab qiladi. Ya'ni oqimni yo'nalish bo'yicha biz yo'lni tashkil qilib beradigan chorrahani boshqaradigan bo'lsak, bu demak e, qaror qabul qilish qaror qabul qilishimizda kerak bo'ladi bu judayam. Taqsimotli xavfsiz e, yo'naltirish va oqim tezligiga erishish uchun e, jarayonni yondashishni talab qiladi. Ya'ni jarayonli demoqchi bu yerda. Ho'p, yo'l iyerarxiyasini har bir yo'lning funksiyasi va tegishli intensivlik darajasi bo'yicha belgilanishini talab qiladi. Hop, endi bu jadvalga qaraymiz o'ng tomonga. Bu yerda e, bu yerda diagrammada shu narsa ko'rsatilyaptiki, mana bu sxemaga qaraymiz. Bundan avvalgi ma'ruzamizda qisqacha birinchi ma'ruzada aytib o'tganman bu. Hozir endi detallarroq tushuntirib beraman. E, uchta ko'rsatish doimo shunaqa yonma-yon chiziladi, xuddi x, y, z o'qida bo'lgani kabi bir-biriga bularcham-bachas bog'liq. Density degani zichlik, speed tezlik, speed flow oqim. Endi pastdan boshlaymiz bu safar. Mana qarang, density zichlik. Agar mana bu parabolani chizig'i grafikga qarasangiz, tenglamani chizig'iga bunday funksiyamiz chizig'i ketyapti. Noldan ko'tarilib borib yana tushyapti. Demak, endi bu nazariy yondashuv, aslida bo'lsa qiyinroq bo'lib, sekinroq ko'tarilib, keskin tushishi mumkin amaliyotda. Lekin bu nazariy, bir-biriga tushirish uchun sodda bo'lishini shunaqa tushuntirilgan.
Qachon maksimalga chiqadi va qulashni boshlaydi? Qachonki yonida oqim turibdi. Ikkinchi o'qimizda. Endi oqim noldan, ya'ni bitta ikkita mashina kelyapti, tasavvur qiling. Chorrahadan to'lib tez mashinalar jadal harakatlanyapti. Oqim yaxshilandi deb qaraymiz. Hop, oqim yaxshilanganda e'tibor qarating. Oqim eng zo'r bo'lgan vaqtda zichligimiz ham o'rta. Mana qarang. Zichlik o'rta va oqim maksimalga chiqyapti. Oqim maksimal chiqadi qachonki zichligi normal darajada zichlik bo'lsa. Agar oqim yana yomonlashib pastga tushib ketar ekan, qachonki zichlik juda oshib ketsa, mana bu nuqtada o'sha mana sichqonchani mishkasiga qarang. Bu yerda zichlik maksimalda turibdi va oqim yana nolga tushib qolyapti. Bu qanaqa holat? Bu tirbandlik. Endi tepaga chiqaramiz, shuni tezlik bilan bog'langan holati. Mana tezlikni o'qida nol bo'lib qolar ekan, agar demak zichlik bizda maksimalga chiqsa, tezlik ham nol bo'lib qoladi. Tezlik ham juda tez bo'lib ketsa ham, demak zichlik juda siyraklashib, nolga yaqinlashib qoladi. Boya aytdim, poyga mashinani bitta cho'lda bir o'zini sinab yurgizib ko'radi. Xuddi shu narsa ko'rsatilgan. Endi hamma narsani maksimal bo'lishi mana bu yerda ko'rinar ko'rinmas yashil chiziq turibdi. O'rtacha bo'lishi kerak. Tezlik o'rtacha 60-70 tezlikda, zichlik ham o'rtacha bo'ladi va o'shanda biz flow oqimni maksimaliga erishamiz. Mana Q maxga oqimni maksimaliga erishamiz qachonki o'rtacha bo'lsa. Qizil chiziqqa e'tibor bermang, u boshqa bir yuqoriroq tezlikdagi transportning ko'rsatilgan. Ikkinchi reja bo'yicha xizmat ko'rsatish darajasini oshirish. Xo'p, o'z xizmat ko'rsatish darajasi hamma joyda bo'lgani kabi bizni sohamizda ham mutaxassisligimizda demak chorrahaning yo'llarini demak xizmat ko'rsatish darajasi deb bor deb olamiz. Endi bu yerda chorrahani demak xizmat ko'rsatish darajasi level of service deb ingliz tilida yoziladi, LOS deyiladi. Bu kompyuter o'sha modellashtiradigan dasturlarimizda ham LOS deb chiqadi. Bu demak nimaga qarab baholanadi? Tezlik, tirbandlik darajalari, kutish vaqtlari va xavfsizlik, qulaylik va axborot ta'minotiga qarab o'sha level of service, o'sha ko'chat yo'l tarmog'ini ham, chorrahani ham level of service'ini baholash mumkin bo'ladi. Xo'p, uni oshirish uchun demak nimalar qilish kerak ekan? Xo'p, oshirishda turli xil yo'nalishlari bor ekan, level of service'ni oshirishni, xizmat ko'rsatish darajasini. Bittasi kadrlar va xizmat madaniyatini oshirish. Xizmat madaniyatini deganda demak yo'l patrul xodimlari demak yaxshi madaniyatliroq, kuchli bilimga ega bo'lgan, ikki uchta tilni biladigan yaxshiroq xodimlar bo'lsa, huquqlarni, qonunni yaxshi biladigan bo'lsa, demak bu ham bitta yo'nalish ekan. Biz xizmat ko'rsatish darajamiz yaxshilanadi. Oddiy kafeda demak ofitsiant yaxshi xizmat ko'rsatsa, unga komment qoldirgani kabi xizmat ko'rsatish darajasi tabiiyki yaxshilanadi. Mutaxassislar bilim yaxshilansa. Ikkinchi yo'nalish xavfsizlik choralarini kuchaytirish. Demak, ehtimollarni, ya'ni yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin bo'lgan situatsiyalarni ehtimollarni hammasini demak kamaytirilishi kerak. Yo'l belgilari, yo'l chiziqli svetoforlar orqali ehtimollarni kamaytirib, alohida yo'llar tashkil qilib berib, agar xavfsizlikni oshirsak, bu ham bitta yo'nalish xizmat darajani oshirishga. Yana bitta yo'nalish yo'ldan foydalanuvchilarga qulaylik yaratish. Ya'ni yo'ldan foydalanuvchilar kim bo'lishi mumkin? Velosiped ishtirokchilari, piyoda, yo'l harakat qatnashchilari. Bular yo'ldan foydalanyaptimi? Yengil mashina haydovchilari ham o'z navbatda. Bularga demak qulayliklar yaratib berish. Bekatlar qilib berish, alohida yo'laklar qilib berish, quvvatlash, elektr kar bo'lsa, quvvatlash punktlarini tashkil qilish. Keyingisi transport vositalari sifatini oshirish. Bu ham bitta yo'nalish ekan. Demak, transport vositalari sifatini oshirish deganda, demak, kam yoqilg'i yoqadigan, tez quvvat oladigan, agar elektr kar bo'lsa, jamoat transporti bo'ladigan bo'lsa, jamoat transport, avtobus, metrolarni holatini yaxshilash, oshirish. Keyingisi harakatni boshqarishni optimallashtirish. Demak, yo'l harakatini boshqarishda ishlatiladigan svetoforlarni, demak, moslashuvchan svetoforlar, yaxshi ishlaydigan intensiv adaptiv svetoforlar olib kelib biz tashkil qilsak, radarlar bilan, kameralar bilan, bu ham harakat boshqarishni optimallashtirish hisoblanadi. Infratuzilmani modernizatsiya qilish, demak, yo'l strukturalarini noldan planirovkalarni ko'rib chiqish ham bitta yo'nalish hisoblanar ekan. LOSni oshirmoqchi bo'lsak. Xizmat ko'rsatish darajasini oshirish yo'nalishlariga demak mana shu 6 tani asosiylarini yozib chiqdim. Demak, bularni o'qib, bu alohida
prezentatsiya ham PDF shaklda ham joylanadi modulda va o'sha moduldan olib yozib o'qib olasizlar. Asosiy shu 6 tadan tashkil topgan. Infratuzilma modernizatsiya qilish. Buni bu yoqda sanab o'tgan 6 ta narsamni, demak yo'nalishimni ichlarini o'qib chiqasiz o'zingiz. Demak, buning ichiga nimalar kiradi, buni tarkibiga nimalar kiradi va hokazo. Yo'l harakatida tartibni oshirish. Tartibni deganda o'zingiz ham tushunib turganingizdek, demak, yo'l harakatida harakat ishtirokchilarining yo'l harakat qoidalarini hurmat qilishi va ularga amal qilib, avariyalarga duch kelmasdan, yo'l transport hodisasi sodir qilmasdan harakat qilish tushuniladi. Endi shuni oshirish uchun, shuni yaxshilash uchun qaratilgan barcha chora-tadbirlar majburiy. Demak, shu tushunchani berar ekan. Bu jarayon asosiy maqsad YTH sonini kamaytirish, tirbandliklarni bartaraf etish va harakat madaniyatini oshirishdir. Harakat tartibini oshirishda asosiy yo'nalishlar quyidagilardan iborat. Birinchi yo'nalishda, demak, qonunchilik va nazoratni kuchaytirish, ya'ni qonunchilikni kuchaytirib, nazoratni kuchaytirib, chora qilishimiz mumkin ekan. Hamma qonunga bo'ysunadigan yaxshi qilishimiz uchun. Yoki ikkinchi yo'nalish yo'l harakati ishtirokchilarini o'qitishimiz, ya'ni avtomaktablarni yana ham takomillashtirish, test jarayonlarini yana ham murakkablashtirish, qayta o'qishlarni tashkil qilib berish, qoida buzganlarni, takroriy qoida buzganlarni. Shunaqa qilib, demak, ularni malakasini oshirishga qarasak bo'lar ekan e'tiborni. Yokida yo'l infratuzilmasini tartibga keltirish, bu demak, yo'l infratuzilmasini, ya'ni yo'ldagi yo'l belgidan tortib yo'l to'siqlari, yo'l ko'priklari, yo'l o'tkazgichlar hammasini, demak, tashkil qilishimiz, tartibga keltirishimiz. Nima bilan tartibga keltiramiz? Yo'l belgi, yo'l chiziq, svetoforlar bilan, yo'l to'siqlari bilan tartibga keltirishimiz ham yordam berar ekan tartibni yaxshilashga. Keyin yaxshiroq bo'lsa, amal qiladi. Xato turgan yo'l belgiga amal qilmaysiz, lekin u yaxshiroq qo'yilsa, amal qilishni boshlaysiz. Xuddi shu narsa aytilyapti. To'rtinchisi, transport oqimlarini boshqarish, demak, jamoat transportini Toshkent shahrida ham alohida avtobus, BRT yo'nalishlari tashkil qilinyapti o'rtadan jamoat transportiga. Bu ham demak, o'sha transport oqimlarini, jamoat transportini alohida ajratib olyapmiz, yengil mashinadan. Bu ham shunga tushadi to'rtinchisiga. Beshinchisi, xizmat madaniyatini oshirish, demak, sohada, demak, harakat xavfsizligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan xodimlar xizmat sifatini yana ham oshirsa, bu ham demak, tartibni oshirgan bo'lar ekanmiz, hammani qoidaga bo'ysunishiga bo'lgan qiziqish oshadi. Stay safe on the road degan endi yo'llarda xavfsiz turishni, demak, choralari. Control your speed tavsiyalar berib ketyapti. Xuddi shunaqa qilib, shunga eltuvchi yechimlar qilsa bo'ladi, deyapti. Masalan, tezlikni cheklab, qarab turish, haydayotgan vaqtda telefondan foydalanmaslik, ichmaslik, boyagi spirtli ichimliklarni, va bosh kiyimsiz, shlemsiz yurish, mototsikl, velosiped, shunaqa narsalarda, va kamarlar yechilgan holatda harakatlanish, va yo'llarda ehtiyotkor bo'lish, piyodalar yo'lakchasini kesib o'tganda. Asosan eng ko'p takrorlangan xatolar mana shu 6 tasiga bog'liq deb ko'rsatilgan. Shuning uchun shu 6 tasini rasmini saqlab oldim sizlarga ko'rsatish uchun. Xo'p, yo'l harakati qoidalarining buzilishiga asosiy omillar. Mana shu yana asosiy omillar. Birinchisi, demak, o'limlarni, demak, 30% demak, tezlikni oshirib yuborish natijasida kelib chiqadi. Keyingisi, demak, distraction 10-30%gacha, demak, yo'lda chalg'ish, telefon yoki suhbatlashish, monitorlarga chalib qolish. Undan keyingisi 25% demak, yo'l transport vositalarini spirtli mahsulotlarni ichganlik sababli. 65% demak, violation of traffic rules degani yo'l harakat qoidalarini buzilishi, ya'ni qizildan o'tib ketish, yo'l bermaslik, piyoda yo'l bermaslik, taqiqlangan joylardan burilib qayrilib olishlar, mana shunaqa paytlarda demak, sodir bo'lar ekan. Xo'p. Ya'ni buni ichida, bu 65% ichida bu tomondagilar ham bor, chap tomondagilar, ya'ni tezlikni oshirib yuborish ham qoida buzish. Demak, bu ham o'z-o'zidan ichida yotibdi buni. Xo'p. Umumiy boshqaruv davri 4-rejamizga o'tdik. 4-reja, demak, umumiy boshqaruv davri. Umumiy boshqaruv davri deb yo'l harakatini boshqarishda, demak, bu boshqaruv jarayonining barcha bosqichlarini qamrab olishi to'liq sikl bo'lib, u boshqaruv qarori qabul qilinishi va uning natijalarini baholashga bo'lgan vaqt oralig'ini anglatadi. Yo'l harakati boshqaruvda umumiy boshqaruv davrida quyidagi bosqichlar iborat bo'ladi. Masalan, bu bosqichlarning 6 tasini belgilab oldim. Ichlarini boya aytganimdek o'zingiz yozib, qoralama qilib tushunib olasiz. Asosiy joylarga to'xtalaman.
axborot yig'ish, demak, umumiy shu jarayon, shu sikl, butun boshdan oxirigacha qadamma qadam aytadigan bo'lsak, axborotni yig'ish, ob-havo sharoitini o'rganadi, GPS ma'lumotlarini, kameralar bilan oqimni o'rgandi va hokazo. Axborot yig'ishga qaratiladi birinchi bosqich. Ikkinchi bosqich muammoni aniqlash, ya'ni so'rovnomalar o'tkazish mumkin, radarlar, kameralarni kuzatish mumkin. Uchinchi bosqich qaror qabul qilish va rejalashtirish. Muammoni hal etish bo'yicha texnik va tashkiliy huquqiy choralar tanlash. To'rtinchi bosqich amalga oshirish, ya'ni ko'rilgan rejani amalga oshiradi. Svetoforni sozlash kerak bo'lsa, svetoforni yashil qizillarni sozlash mumkin. Yo'l belgini to'g'rilash kerak bo'lsa, yo'l belgini to'g'rilab o'rnatish mumkin. Beshinchisi nazorat qilish, amalga oshirilgan chorani to'g'ri ishlashini tekshirib turish va nazorat ushlab turish, ishlab ketadimi yo'qmi deb. Oltinchisi baholash, tadbirlar samarali bo'ldimi yo'qmi, qanchalik effekt berdi, o'shani baholash bilan yakunlanadi. Chorraha svetoforning umumiy boshqaruv davri, chorraha svetoforning umumiy boshqaruv davri, ya'ni bu yerda nega bu joyga to'xtaldik? Ya'ni umumiy davri deganda boshqaruvning biz butun yo'l harakatini boshqarishda emas, chorraha misolida ham bir fikr berib ketishga qaror qildim. Mana demak, chorraha misolida bitta chorrahada harakatni biz boshqaradigan davrimiz, demak bu qizildan qizilgacha keladigan bitta sikl deyiladi. Hamma chiroqlari yonib kelishi svetoforni bu sikl deyiladi va u qizildan qizilgacha bir aylanib keldi. Hamma ko'cha tomondagi mashinalar navbat-navbat tartib bilan o'tib oldi. Mana chap tomonga qarasak, agar chorrahada ikkita asosiy faza bo'lsa, faza degani tartiblar, kim birinchi o'tishi, ro'yxatni nomi desak ham bo'ladi, tartibi. Faza 1 yashil 35 sekund, faza 2 yashil, ya'ni kichikroq ko'chaga yashil kamroq 30 sekund, sariq 3 sekund, oraliq qizil vaqtlar, oraliq vaqtlari 4 sekund yana bo'lsa, demak hisoblaydigan bo'lsak, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Nega qizil hisoblanmadi degan savol berishingiz mumkin. Qizil o'z-o'zidan tushunarliki, u ko'chaga yashil yonganda ikkinchi ko'chadagilar 35 sekund qizilda turadi. Shuni hisobiga jami qo'shib chiqadigan bo'lsak, 75 sekund sikl bo'ladi. Shunaqa tushunishimiz kerak. Mana videoni ko'rib tushunib olamiz. Mana har qanday chorrahada siklini mana shunaqa grafikasini chizib olish mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda bitta ko'chaga NS degani, demak, misol uchun shimoliy ko'chami, o'sha tomondagi ko'cha yashil, pastdagi ko'cha qizilda yonib turibdi. Shunaqa qilib, demak, tushunish mumkin. Mashina o'tayapti, tepadagi ko'chalar, shimol bilan janubdagilar. Endi o'ng tomonga burilishlar, chap tomonga razvrot qiladiganlar ham bo'ladi bizda, chapga burilishlar. Bu soddaroq ko'rinish video. Ikkinchi fazada ikkinchi ko'chadagilar o'tadi va hokazo. Beshinchi rejamiz bo'yicha harakatni oddiy boshqaruv usuli nima, harakatni ochiq va yopiq sikllarda boshqarish nima degan savolga javob topamiz. Demak, oddiy boshqaruv usuli 4 ta yechimdan iborat, ya'ni 4 ta narsa bizda odatda yo'l harakatini boshqarib turar edi. Bular svetofor, yo'l belgilari, yo'l chiziqlar va chorrahalar edi. Tartib bilan hamma harakatlanadi, o'z manziliga yetib olishi shular orqali yo'lini topadi hamma. Endi harakatni oddiy boshqarish bu transport vositalari oqimini yo'l chiziqlari, yo'l belgilari, svetoforlar va chorrahalar orqali tartibga keltiradi deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi o'zingizga. Hop. Endi harakatni ochiq va yopiq sikllarda boshqarishga to'xtaladigan bo'lsak, ochiq siklda boshqarish open loop control deyiladi. Loop degani o'zi ularda chet elda, misol uchun Yevropa mamlakatlarida loop detektor nomi, ya'ni transportlar chorraha kelganini aniqlaydigan, ya'ni yo'lda nechta mashina kelayapti, chorrahaga yetib keldi, shuni aniqlaydigan detektor nomi, kameraga o'xshagan, faqat u ikki xil turi bor. Yer ostida yotqiziladigan simli ko'rinishda bo'ladigan detektorlar bor. Asfaltni kesib, tagiga yotqizib chiqishadi. Mana shunaqa detektorlar open loop control bo'lsa, bu ya'ni ochiq deyilgani. Xuddiki eshiklarni ochib qo'ydingiz, hamma bir-birini hurmat qilib mehmonlar kirib chiqqani kabi mashinalar oddiy qo'lbola o'rnatilgan sikllarda bir xil. Bizni Toshkent shahridagilar open loop control desak bo'ladi, chunki ular qanaqa yurgan mashina borishidan qat'iy nazar chorrahaga, mashina bormasa ham bir xil qizil, yashil, sariq aylanib yonib turadi. Faqat kunning turli vaqtlarida rejimlar kiritilgan. Masalan, qaysidir shaharga kirish, bozorlarning oldida kirishga ertalab ko'proq yashil, kechqurun chiqib ketishiga ko'proq yashil bo'lishi mumkin. Yoki kechasi soat 1-2 larda miltillovchi, ya'ni tartibga solinmagan chorrahaga aylanib qolishi mumkin. Sariq miltillab yonib turadi, kechasi shaharda yursangiz.
mana shunaqa rejimlar o'zgarishi mumkin kun davomida, lekin bu baribir open loop control, ya'ni shunchaki ochiq siklda boshqarish deyiladi. Ya'ni biz o'rnatib qo'ygan, oldindan qo'l bilan uстановка qilgan sikl bir xil takrorlanib ishlab turadi. Yopiq siklda degani boya aytganimdek Yevropa foydalanadigan detektorlardan foydalanib real vaqt rejimida svetoforga yetib kelgan transloslarning oqimidan foydalangan holda chorrahani nazorat qilsa, kerakli tomonga moshina kelgan tomonga yashil ochib bersa, bu closed loop control, ya'ni yopiq siklda boshqarish deyilar ekan. Bu odatda adaptiv svetoforlar va ITS, e'tibor bering, Intellectual Systems degani, ya'ni intellektual transport tizimlaridan foydalanish, radarlardan foydalanish, datchik, kameralardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu ikkinchi usul. Xo'p, real vaqt rejimida transport oqimidan kelgan ma'lumotlarga qarab o'zgaradigan svetoforlar ishlash tizimi xuddi shu mana bunaqa bo'ladi. Bu chorraha, man hayron qolmang, chorraha, ya'ni to'rtta tomoni peshobodlar yo'lagi deb qarasangiz bo'ladi. Chorrahaga mashinalar kelyapti, ularda demak detektorlar hamma tomondan mashinalarni uzatadi, kompyuter miyasi orqali demak, aslida sun'iy yo'ldoshga millisoniyalar ichida urilib qaytadida, bu ma'lumot qayta ishlanib, demak, algoritm asosida eng algoritmda dasturda keltirib qo'yilgan miqdorni topadi. Ya'ni 10 ta mashina kelib qoldi, unga necha sekund yashish kerakligini topib, qaytadan uzatadi. Ya'ni bu yerda kameralar olgan ma'lumotni kompyuterga uzatdi desak bo'ladi. Kompyuter bir vaqtni o'zida ham bu yoqdan ma'lumot oladi, ham chorrahaga, svetoforlarga, miyasiga ma'lumot jo'natadi va avtomobillar o'z-o'zidan avtomobillar demak chorrahadagi ma'lumotni ko'rib amal qilamiz. Hop. 6-reja demak harakatni moslashuvchan boshqarish. Bu moslashuvchan boshqarish, boya aytganimdek, transportlar nechta kelsa, chorrahaga qaysi tomondan nechta kelganiga qarab, yashinni moslab ochib berish. Bir xillikda ishlamaydi bu, moslashuvchan bo'lib ishlaydi va bu avtomat tarzda transport oqimining joriy holatiga mos ravishda o'zgaradi. Xo'p, qarorlar datchiklar, kameralar, radarlar yoki boshqa ITS texnologiyalar orqali olingan real ma'lumotlarga tayanadi. Bu yerda qisqacha video. Qanaqa bo'lish jarayoni? Transportlari u yoqda avtobus, jamoat transportlari bo'lgani uchun ularga yashil berdi. Bu yoqda ikkinchi tomonda mashinalar kutib turibdi va ularga yashil yondi. Bu eskicha usuldagi holat shunaqa. Bitta tomon kutadi, bitta tomon qizilda turib jahl chiqadi va ular ko'p chiqindi zarar yetkazadi atrof muhitga. Endi intellektual tizimlarda mana asfalt tagiga yotqizilgan detektorlar mashinani aniqladi va qaysi tomonga muhim bo'lgan, ya'ni ko'p sonli mashinalar kelsa, ularni aniqlab, ularga yashil yoqib beradi. Ya'ni ularni o'tishini ta'minlab beradi chorrahadan. Mana shu detektorlar ishlashi, demak, ular svetoforni miyasiga ma'lumot jo'natadi. Mashinalar ko'payib ketganligi haqida ma'lumot tushib keldi. Endi miya trafik markazlariga, shaharni situatsion markazlariga jo'natyapti ma'lumot. U yerda demak mutaxassislar ko'rib yoki algoritmga yo'naltirib qo'yilgan bo'lsa, algoritm avtomatik millisoniyalar ichida eng optimal bo'lgan o'sha mashinalar soniga mos ravishda necha sekund yashil yonishini qaytarib jo'natyapti miyaga. Endi bu o'z navbatida demak ma'lumotni svetoforga jo'natadi va svetofor demak bularga yashil ochib beradi va detektor ishlayveradi mana shunaqa. Umuman olganda mana shu jarayonida. Topshiriqlar xuddi avvalgi mavzularimizdek o'qib o'rganish hisoblanadi. Testlarni bajarish, savollarga javob yozib tayyorlanish, daftarlarni yuritib borish. Mavzu qisqacha tushunarli bo'lgan bo'lsa, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollarni muhokamada yoki direktda emailimda kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.